Bovam aytqan hikmetler. İki yığlangı. Avazda Gonçam Rozi. Burunqi zamanda bir momay ötken iken. U bir günü jiroq safarga ketgan o'g'ildan bir parcha xat topshirib elib, yo'ldan o'tganlarga xatni o'qitib ko'rish uchun darhol ko'chaga chiqibdi. Shu chaqda yo'ldan ko'rinishi salobatlik bir kishi o'tib ketayotgan ekan. Bu kishi xatni qo'liga elib, bir ozdan keyinla yig'lab ketibdi. Momay paraz qilib, nemish bo'lganligini qayta so'rabdi. Lekin heliqi salobatli kishi ikki qo'li bilan yuzini etib elib, texim qattiq yig'labdi. Shuning bilan Momaymu o'g'lim birga kelishmaslikka uchrabdi deb o'ylab, yig'lashga boshlabdi. Bu vaqtda yo'ldan yana bir kishi o'tibdi. U ikki kishining yig'lab turganligini ko'rib, ularning oldiga kelib, hayron bo'lgan holda nemish bo'lganligini so'rabdi. Momay javob berib, bu kishi o'g'limdan kelgan xatni o'qib yig'lab ketdi. Men o'g'limni o'lib ketgan o'xshaydi deb yig'layapman, debdi. Hey, sen nimaga yig'layapsan? Xatda qanday qayg'uli xabar bor ekan? deb so'rabdi uchinchi kishi. Heliqi salobatli kishi cho'nqur bir uf tortib elib, hey qadrdon og'ayna, men o'zimga nihoyat ichinaman. Men bir ko'zi ochiq qarg'uman. O'zimning savosiz bo'lib qag'inimga yig'layapman, debdi.